Bolalar qo'rqib ketdinglarmi? Hammaga salom do'stlar. Mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, men hozirgina uyg'ondim. Judayam zo'r kayfiyat bilan uyg'ondim-da, lekin bolalar, tushunmadim. Men uyimda nimadir o'zgarib qolibdimi? Tushunmadim. Men bu nima eshik? Qanaqa devor? Nima qilyapti bunaqa eshiklar? Tushunmadim. Qanaqadir uyma bu? Salom qishloqi. Salom Kompot. Nimaga taqaratmasdan meni uyimga kirasiz? Nima? Qanaqasiga men seni uyingga kiraman? Bu meni uyimi? Sen meni uyim ichida nima qilyapsan? Yo'q kompot, bu mani uyim, endi bizni qo'shnimiz. Mayli, xo'p, tabriklayman qo'shni bo'lsa, sen mani uyim ichida nima qilyapsan? Bilmasam kompot, sen hamma savollaringni o'zingni qo'shningga bering, u uyni menga sotdi. Nima, qanaqasiga? Tushunmadim. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Oho, nimalar bo'lyapti bu yerda? Aytolmadim kompot, hamma savollarni o'zingni qo'shningga bering, u mana shu uyni menga qurib berdi. Mayli, mayli, xo'p, undan ham so'rayman, sendan ham so'rayman. Hop, qanaqa chiqaman endi bu yerdan? Hop, qishloq ishini mana shu bisib tursam yo'lmaysanu, to'g'rimi? Kompot, bor boshqa yo'limizga qo'y, iltimos. Yo'q, qishloqqa qayoqdan chiqaman men unda boshi? Voy, tushunmayman deb borib yana nimadir qilib tashladinglarmi? Ah, bolalar, ko'rasizlar, mana shu uxlayotganimda qishloqlar yana nimadirlar qilib tashlashibdi. Mayli, xo'p, kelaylik unda, mana shu yerdan chiqamiz, boshqa ilojim ham yo'q-ku mana. Hop, bunda bizamiz, bo'ldi, xo'p. Qanichi, hozir men qishloqdan borib so'rayman. Tushunmadim. Voy, u nimalar qilib tashlashgan bu yoqqa bular? Hozir men undan so'rayman. Voy, qo'shnim, sen uydamisan? Voy, buni uyiga nima qilgan endi? Hop, qanichi, mana bu yerda qanaqadir eshik bor ekan. Salom kompot, nechun meni uyimga kelding? Nima gaplar? Salom qishloq, menda bitta savol bor-da, nimaga men ertalab uyimdan uyg'onganimda meni uyim ichida kimdir yashayapti? Yana qishlog'imizda ham nimadir o'zgargan? Kompot, ahamiyat berma. Men bizani qishlog'imizga katta bitta uy qurdim, hammamiz birga yashashimizga. Nima? Katta uy qurdim deysanmi qishloqi? Nimaga bunaqa qilding qishloq, men tushunmayapman. Nimaga kompot, bilasan, endi bitta uyda ko'p qishloqlar yashaydi, hamma bitta o'zi yashashga hammaga udobli bo'ladi-da kompot. Yo'q, menga bu voобще yoqmayapti, lekin to'g'risini aytsam, hammasini joyiga qaytarish kerak bularni boru. Yo'q, kompot, shunaqa bo'lgan yaxshiroq, hammaga ham yoqyapti. Menga yoqmayapti-da boru. Qanaqa qilmay endi огородlarimga o'taman. Hop, qanichi, oho, mana bu qaranglar, hamma yoqqa uy toshib ketgan-ku. Hop, qanaqa o'taman men огородga? Bu yoqdan ham o'tsa bo'lmas ekan. Hop, qanichi, bitta tepaga chiqib ko'ramiz. Bitta tepaga chiqib ko'raychi. Mana bu yerda огород ham bor ekan. Bitta tepaga chiqib ko'rgim kelyapti. Bu qanaqa ko'rinishini qaraver. Katta ilon uy qurilgan bor, nima deyishni ham bilmayapman men. Hop, qanichi. Oho. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bizani qishlog'imizda har kuni nimadirlar bo'ladi-da, boru. Kompot, to'g'risi, zo'r chiqqanaman, maladesman-a. Judayam maladessan. Qishlog'i hamma uylarni buzib, qanaqadir uzun uy qurib chiqish. Men harakat qildim. Qishlog'i tushuntirish shart emas, to'g'rimi? Mana shunaqa hammasini buzib tashlash kerakligini. Nimaga kompot zo'r chiqqan-u? Nimasi zo'r chiqqan? Qishlog'i buni qaragin, men uyimdan ham hech nima qolmagan pashtiman. Uyimga ham ichiga kirib ketgan. Asani uyini voобще shundoq ichidan o'tib ketgan. Hamma uylarni buzib chiqilgan-u bu yoqda. Sen mir uyini ham buzib tashlabsan, qaragin qishloqi. Zato bir-birimizga mehmonga chiqish qiyin bo'lmaydi endi. Bunisi to'g'ri, lekin qiyin bo'lmaydi. Hammadan bitta uy qurib yuborgansan. Mayli qishloq, men tinch qo'ygan, iltimos, va voобще qaragim kelmayapti bu uyga. Kompot zo'r chiqqan bu yoqda, senga ham xona topiladi xohlasang. Yo'q, qanaqa xona topilar ekan endi, menga tushunmadim. Mana shu devor ichida uy qarang, mana shu senga ol. Yo'q, qani bitta ko'raychi. Hop, voy, bolalar qaranglar, bu yoqda meni uyimdan ham katta ekan bu yoq. Kompot ko'rasa, mana shu senga mana ol xohlasang. Mayli, xo'p, qani o'zi bitta ko'ring qanaqa joyda joylashgan. Lekin yaxshi joyda joylashgan ekan, lekin qaranglar, mana bu yerda quduq bor ekan. Men uyimga ham yaqin bo'ladi, lekin mana aylanib o'tish kerak bo'ladi mana bu devordan. Mana bu yerda огород ham bor ekan, quduq bor. Bolalar, nima deysizlar? Mana shu yerga ko'chib kelaymikin, nima deysizlar? Yaxshi joy ekan, lekin o'zim shu yerga ancha bo'ldi ko'chib kelmoqchi bo'lganimga. Men ruxsat bermagan edi o'zimni uyim bilan birga ko'chib kelishga. Hop, qanicha anta yana bitta огород bor edi. Uyga qanaqa o'tsa bo'ladi endi?
edi. Menimcha aylanib o'tish kerak ekanda, menimcha hozir. Hop, mana bu devordamda bu yoqqa o'tamiz. Hop, endi bu yoqqa tak. Vashshi qiyin bo'lar ekanda, lekin boru valla. Ha, mana agar o'tibman shuncha yurib, endi keldim mana ko'rasizlarmi? Hop, mayli qanicha. Endi o'zim uyimga qaytishni tushunmadim. Qanaqa qilib qaytardi? Mamutda ham qishloq menimcha o'tolmay turibdi. Hop, hozir qanaqa qilib qaytardi? Obbo, uyimni topolmayapman men bolalar. Hozir Mamutdan o'tilarmidi? Qayoqdan o'tilardi? Men tushunmayapman vashshi boru. Hop, to'xtanglar, oxirgi bor bunda aylanib o'tishchi. Aha, hop. Tak, bunda o'tib olamiz. Ana ekan, bo'ldi, mana topdim uyimni. Vashshi qiyin ekan, lekin boru uylarni topish juda ham qiyin ekan. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Voy, ana bo'ldi, men ham keldim. Tushunmadim, nima bo'lyapti bu yoqda? Kompot aka, kecha men remont qilib qo'ygan edim uyingga. Rahmat kattakon qishloq senga. Bu yoqda parol nechi? Judayam oson. 496543279. Judayam oson ekan, lekin qishloq rostdan ham judayam oson ekan. Endi xavfsizlik birinchi o'rni kompot. To'g'ri, mayli, hop, nechi deganni? Hop, 4954327 shunaqa bo'ldi. Ana bo'ldi tayyor. Qanicha? Remont yaxshi ekan lekin. Endi kompot va remontlarni unaqa zo'r qilolmayman-da. O'zing boshqatdan qo'ysang bo'ladi keyin bu yoqqa. To'g'ri, lekin o'zim boshqatdan qolishim kerak ekan qishloqqa men bu yoqqa. Mayli, xo'p, rahmat shu uyni berganingga ham. Mayli, kompot, men ketdim, nimadir kerak bo'lsa chaqirarsan. Mayli, xo'p, xayr, qishloqqa o'z birinchi bo'lib borib bolalar mana shu kravat topib tashlasam bo'lar ekan. Borib qaranglar, qanaqa g'alatiroq kravat ekanday borib. Hop, mayli, olib tashladim. Men bu yerga ikkitalik kravat qo'yarmikinman yoki bittalikmikan? Lekin 100% men bunaqa kravat qo'ymayman-da. Mana shu taqasi qaranglar, qanaqasiga bunaqa kravat qo'ysa bo'ladi borib. Mayli, xo'p, mana bularni ham olib tashlaymiz. Mana bu qo'yib turamiz buni, mana sandiqlarni ham olib tashlaymiz. Sal g'alatiroq ekan borib yo. Mayli, xo'p, o'zim stilimdagi qilib boshqatdan uy quraman men shu yoqqa. Yo'q, mana buni qilib qo'ydim. Yo'q. Voy, mana buni qilib qo'ydim. Voy, lava. Yo'q. Voy, yonyapti. Hamma qutqaringlar, bu uydan chiqib ketinglar. Yonyapti mana. Chiqib ketinglar hammanglar bu yoqdan. Xo'p, buni mashinaga qo'ysam, tushunmadim, nima ovoz, yana nimani hid kelyapti? Tushunmadim, nimadir yonayotgan hid kelyaptimi? To'xtanglar, nimadir yonayotgan hid kelyapti meni burnimga. To'xtanglar, qayerdir yonyapti. Bolalar qaranglar, men uy yonyaptimi? Men uy yonyapti, bolalar qaranglar, chiqib ketish kerak bu yerdan tezroq. Hop, to'xtanglar, qanaqa chiqaydan, to'xtanglar, men qo'yib qo'yib bu yoqqa. Hop, voy, parol qanaqa edi bu yoqda? Parol qanaqa edi? Voy, qanaqa edi? 94778 nechi edi parol? Esdan chiqib qoldi bolalar parol. Yo'q, to'xtanglar, parol eslash kerak. Qanaqa qilib? Uy men oluvman oldim kelyapti, hozir men ham yonib ketaman bu uyga qo'shilib. Voy, parol qanaqa edi? Esimdan chiqib qoldi bolalar. Qanaqa edi parol? Eslatib yuboringlar. Voy, nima edi parol? Voy, nimaga bunaqa qiyin parol qo'yadi? Men bu qishloqqa ham esimdan chiqib qoldi parol. Voy, oldim kelib qoldi bolalar. Qaranglar, hozir men ham yonib ketaman bu uy bilan birga. Nima qilaman endi men? Xo'p, kelaylik, mana bu tarafga turib olamiz, balki olov tegmas. Voy, Mamut yonib ketyapti, nima qilaman endi men? Uy bilan birga yonib ketib qolaman. Men unda hozir nima qilaman endi men? Kompot, bo'la qolib biz tashlab ketdik, chiqib ketamiz bu yoqdan. Rahmat kattakon qishloq, nima qilamiz endi? O'chirish kerakmi olovlarni? Kompot, men o'chirish yaxshiman, narsalarni tayyorlamagandim. Men bunaqa yonib ketadi deb o'ylamagandim. Nima qilamiz endi? Bilmasam nima qilamiz endi? O'chirish kerak buni. Suvmi nima? Men o't o'chiradigan bormi? Yo'q, kompot, menda hech nima o't o'chiradigan ham yo'q, suv ham yo'q. Endi yonib ketdim men bu. Voy, qishloqqa nima qilamiz endi? Hamma yo'q yonib ketib qoladi-yu, hozir qishlog'imizda hamma yo'q bilan birga. Vashshi g'alati yo'q ekan bu, borib qochdik bu yoqdan. Qishloq zo'r quribsan esa. Men haligacha tushunmayapman, nimaga bu bunaqa bo'ldi? Yong'in uchun oq kiyimli qishloq, rahmat senga kattakon. Senga esa cho'tka uy qurganingga qishloqqa. Bizani qishlog'imizni hamma yog'i yonib ketdi, hech qayerga tirik qolmadi. Men bilmagandim, qayerdir yonishni boshlasa hamma yog'i yonib ketishini. Men xavfsizlikni o'ylamayman-da. Har doim xavfsizlikni o'ylash kerak. Suvni tayyor qilib qo'yish kerak, agar qayerdir yonib ketsa. Mana bunaqa o't o'chiradigan narsalar olib kelib qo'yish kerak. Bizani qishlog'imizdan hamma yog'i yonib ketdi.
Mana boshqa hech qachon endi bunaqa uylar qurmayman boru. Ana qishloqlar sizlar ham eshitib qo'yinglar. Bunaqa g'alati narsalar bizani qishlog'imizga kerak emas. Men ham boshida o'ylagandim, "Vau, katta xona ekan, mana shu yerda yashayman" deb. Yo'q, o'zim uyimda yashaganimda ancha yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Ha, kompot to'g'ri aytyapti. Ha, mana ko'rasizlar, vashcha kerak emas bunaqa uylar bizani qishlog'imizga. Qanaqa yonganini ko'rdinglarmi sizlar? O, kompot mana bu yerda judayam zo'r idea bor. Yana boshqa katta uy qurish uchun. Yo'q, qishloqqa nimalar deyapsa, kerak emas. Ko'ryapsanmi qanaqa yonayotganini? Endi o't o'chiruvchilar ketgandan keyin bizani qishlog'imizni boshqatdan yasash kerak. Qurib, ko'ryapsizlar, hamma yog'i yonib ketdi endi. Pashta yo'qdi, menimcha o'chirib bo'lishibdi ham o'tni qaranglar. Mani remontim tirik qolibdi, qaranglar, ajoyib ekan. Bolalar, ko'ryapsizlar, mana bugun qishloq qanaqadir g'alatiroq uy qurdi, endi hamma yog'i yonib ketdi. Ну что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.